Namangan, Arsiken. Fors Uzbekistan. Ciao a tutto l'Uzbekistan, anche da Shomurodov. İtalya'da ilk günlük. Rim'de aeroportda yo'q, san'at asariga duch kelamiz. Mana shu yerda mana muzey eksponati qo'yishgan. Fencing bo'yicha terma jamoa. Invite to Uzbekistan. Okay. Coming. Okay. Your name? Alessia. Alessia. Chiara. Chiara. Anwar. Okay. Thank you. Mario Salvo Eldor haqida gapiryapti. Mana o'zingiz gapiring. Speak about Eldor. Ciao a tutto l'Uzbekistan, anche da Shomurodov. To mecze 8. finału Ligi Europy 6 marca. Shomurodov sam na sam. Shomurodov! Only AS Roma. Mana Romani muxlisi ekan aka. There is only one team. Is a head of Roma. Roma yuragi deyapti. Juda xursand bo'ldik. Mana Rimda bizni ertaga juda ko'p uchrashuvlar kutib turibdi. Biz Germaniyada bo'ldik, Fransiyada bo'ldik, Ispaniyada bo'ldik. Bu davlatlarda samimiy qabul uchun O'zbekistonni Germaniyadagi, Fransiyadagi, Ispaniyadagi favqulodda muxtor elchilari Dilshod Ahadov, Nodir G'aniyev, Farruh Tursunovlarga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Katta rahmatimizni aytamiz. Ertaga endi Abad Fayzullayev bilan uchrashuvlarimiz bor. Va arxeologiya va muzeyshunoslik sohasida ishlashimiz kerak. Namangan viloyat delegatsiyasining Yevropa safari juda bir samarali o'tdi desam bo'lmaydi. O'zingiz barchasini ko'rib turdingiz. Namangan va Yevropa o'rtasidagi yangi bir hamkorlik ufqlarini belgilab berdi desam bo'lmaydi. Rejalarimiz katta. Mana Tramp prezidentimiz tashabbusi bilan Askentda juda katta ishlar amalga oshiryapti. Mana shunga hamohang ravishda biz prezident topshiriqlari ijrosi o'laroq Askentda ovozini dunyoga yoyish bilan bandmiz. Albatta bu uchrashuvlar kelgusida juda katta effekt beradi. Mana shu hamkorlikni davom ettirib ishlashimiz lozim.
Italiyadagi elchixonasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Ishchi tashrif bilan Rimda bo'lib turgan Namangan viloyati delegatsiyasini O'zbekistonning Italiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Abad Fayzullayev qabul qildi. Janob elchi Namangan Yevropa davlatlari bilan munosabatlarda namunali ish olib borayotganini, bunga Avstriyadagi missiyasida guvoh bo'lganini e'tirof etib, turizm, arxeologiya, tekstil va madaniyat sohalari hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari ekanligini ta'kidlab o'tdi. Anvar Ikrom samimiy qabul uchun tashakkur bildirib, Italiya va Namangan munosabatlari so'nggi yillarda yuqori bosqichga chiqqanini urg'ulab, Sandretetis nashriyoti rahbari Boburnoma asarini italyanchaga tarjima qilib, davlatimiz rahbariga shaxsan taqdim etgan. Sandretetining Axsikentga tashrifi hamkorlikda burilish yasaganini aytdi. Uchrashuvda 2025-yil may-iyul oylarida o'tadigan 64-xalqaro gullar festivali doirasida Boburnomaning italyan tilidagi nashri taqdimotini o'tkazishga kelishib olindi va Axsikent arxeologiya parki kitobi taqdimot qilindi. O'zbekiston Italiyadagi elchixonasidan chiqdik. Abad Fayzullayev bilan uchrashuv juda samarali o'tdi. Biz Italiyadagi arxeopark bilan hamkorlik masalasi, o'sha mashhur noshur Sandretetining Namanganga tashrifi va Boburnomaning italyan versiyasidagi chop etilgan kitobini Namanganda Gullar bayrami doirasida taqdimotini kelishib oldik. Gullar bayramiga Italiyadan bir qator nufuzli mehmonlar tashrif buyurdi. Italiya bilan Namanganning hamkorligi yangi bosqichga chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz Marco bilan birgamiz. Marco Emanuele. Eldor. Grande Eldor. Send you to Eldor. Send this video. Okay. Forza Roma Eldor. Italiyani bir ajoyib ko'chalari bo'ylab biz ketyapmiz. Safarimizni navbatdagi manzillari Polsha bo'ladi, Vengriya bo'ladi, xudo xolasa. Va albatta biz Belgiyada uchrashuvlarimiz bor. Alberto Turksda bilan Belgiyadagi vakolatxonadonman. Gollandiyada uchrashuvimiz bor. Gollandiyadagi vakolatxonalarimizda muhimchilar bilan ko'rishamiz va Turkiyaga albatta. O'zbekistonni Yevropada tanitish, O'zbekistonni bir rivojlantirish yo'lidagi muhtaram prezidentimizning tashabbuslarini biz labbay deb javob beryapmiz. Mana shu ma'noda, mana qarang Italiyaning manzarasini, ko'chalarni qarang, chiroyliligini, daraxtlarni qoyil qoldiryapti Italiya. Rim paytda biz italiyalik arxitektor Bianca xonim bilan birgamiz. Rimda ishlaydi va Orviedodan va o'sha tarixiy shahar. Speak about your city Orviedo. Orvieto is a small town near Rome, and it's full of archaeological place. And there is a big cathedral, really beautiful. So if you want to come to visit, it will be beautiful. And also you come Uzbekistan in Namangan. Namangan is a flower city. Okay. In May month, opening ceremony our International Flower Festival, and 40 days continued, very big festival. I sent invitation letter for your Perfect. Thank you very much. for your email. Okay. Thank you. Bye. Namangan. Axsikent. Mana do'stimiz bilan gaplashib oldik. Italiyada hamkorlik qilamiz va Namanganga ham taklif qildik.